Odamlar meni jahon chempionati finalda birga bir vaziyatdan foydalana olmagan futbolchi sifatida eslab qolishadi. Hattoki karyeram o'z nihoyasiga yetgandan keyin ham. Agar Randal Kolo Muani ushbu vaziyatda gol urganda yoki to'pni Kylian Mbappega uzatganda nimalar bo'lardi? Birinchidan, Messi jahon chempioni bo'lmasdi. Kylian Mbappe 2023-yilgi oltin to'pni qo'liga kiritardi va albatta Ronaldoning muxlislari hozirgidan baxtliroq bo'lishar edi. Albatta hazil. Tasavvur qilyapsizmi, Emiliano Martinezning so'nggi daqiqada bitta seyvi futbol tarixini qanday o'zgartirib yuborgan? Bunday vaziyatlar futbolda kamdan kam sodir bo'ladi va juda uzoq vaqt eslanadi. Va bugungi videoda futbol tarixini tubdan o'zgartirib yuborgan vaziyatlar haqida gaplashamiz. Bizga obuna bo'ling, qiziqarli kontentlar hali oldinda. 2022-yilgi Chempionlar Ligasi yarim finalda Manchester City va Real Madrid dahshatli o'yin ko'rsatishadi. Ayniqsa Bernabeudagi uchrashuvda. Birinchi o'yindagi 4-3 hisobidan keyin shaharliklar oldinda edilar va Santiagoda ham 73-daqiqada Riyad Mahrezning urgan golidan so'ng Chempionlar Ligasi finalga chiqishi deyarli aniq edi. Lekin davomini o'zingiz yaxshi bilasiz. Ancelottining super o'zgarishlari va Rodrigoning nereal formasi 2 daqiqada Madrid jamoasiga 2 ta gol olib kelib, o'yinga intrigani qaytaradi va ekstra taymlarda Benzema penaltidan gol kiritib comebackni yakunlagan. Lekin o'sha uchrashuvning 87-daqiqasida Grealish ajoyib imkoniyatdan foydalanib Manchester City'ni finalga olib chiqishi ham mumkin edi. Oldin u darvozaga yo'llagan to'pni Mendy chiziqlar ustidan qaytaradi. 1 daqiqadan keyin Grealishda yana bir ajoyib imkoniyat paydo bo'ladi. Lekin bu safar Thibaut Courtois oyoqlari bilan to'p yo'nalishini o'zgartirib yuborgandi. Xo'sh, agar ushbu vaziyatda gol kiritilganda nimalar bo'lar edi? Birinchidan, oltin to'pni Benzema emas, De Bruyne qo'liga kiritishi mumkin edi. Yoki Mane Chempionlar Ligasini kim yutishiga qarab, Chempionlar Ligasini ham Premier Liga klubi yutardi va Manchester City 2 yil ketmagach Chempionlar Ligasini yutib, Real Madridning rekordiga yaqinlashishi mumkin edi. Lekin o'sha vaziyatdagi kuchsiz zarba hammasini o'zgartirib yuborgan. Chempionlar Ligasiga qaytamiz. Real Madrid bilan bo'lgan yarim finaldan 1 yil o'tib, Guardiola shogirdlari finalda Inter bilan kuch sinashishadi va mavsum so'ngida treble-ni ham qo'lga kiritishgan edi. Lekin o'sha uchrashuvda Rodri gol urishdan oldin 62-daqiqada Lautaro Martinezga hisobni ochish uchun ajoyib imkoniyat paydo bo'ladi. Guardiolaning reaksiyasi vaziyat qanchalik xavotirli bo'lganini tushuntirib beradi. Yakunda Martinezning noto'g'ri zarbasi va Edersonning seyvi hamda biroz o'tib Rodrining urgan goli Manchester City'ga o'z tarixidagi birinchi Chempionlar Ligasini olib kelgan. Agar o'sha vaziyatda Lautaro gol urib, Inter o'yin so'ngigacha hisobni ushlab qolganda futbolda nimalar o'zgarardi? Xo'sh, birinchidan City treble qilmas edi. Lautaro Martinez esa Chempionlar Ligasi finalida gol urgani va jahon chempionatini yutgani uchun katta ehtimol oltin to'pni qo'liga kiritardi. Lekin Edersonning o'z vaqtida qilgan bitta seyvi futbolni qanchalik o'zgartirib yuborgan. Endi Premier Ligaga o'tamiz va yana Manchester City. O'tgan 2024-yilda Arsenal Premier Ligani qo'lga kiritishiga 2 ochko yetmagan va so'nggi turda Manchester City va Tottenham uchrashuvi Premier Liga taqdirini hal qilishi kerak edi. Va 86-daqiqada hisob 1-0 bo'lib turgan bir paytda Son Heung-min Stefan Ortega bilan birga bir vaziyatga chiqib ketadi. Agar ushbu vaziyatda koreyalik futbolchi gol kiritganda nimalar bo'lar edi? Birinchidan, 20 yil deganda Arsenal Premier Ligada chempion bo'lar edi va Tottenham Chempionlar Ligasiga yo'llanmani qo'lga kiritardi. Ikkinchidan, Manchester City 4 yil ketma-ket Premier Ligani yutmagan bo'lardi va eng asosiysi oltin to'p Rodriga emas, Viniciusga berilardi, katta ehtimol. Uchinchidan esa Arsenalni hozirda bunchalik mazax qilishmasdi. Haqiqatan ham Arsenal muxlislari uchun juda va juda alamli mavsum. Lekin bilasizmi nima? Tottenham muxlislariga savol berilganda, o'sha Man Cityga qarshi mag'lubiyatga ba'zi bir muxlislar rozi bo'lishgan. Chunki Tottenham va Arsenal muxlislari tarixdan bir-birini yomon ko'rishadi va agar Premier Ligani Arsenal qo'liga kiritib, bunda ularga Tottenham yordam berganda edi, shporlar bir umr Son Heung-minni kechirishmas edi. Jahon chempionatlariga qaytamiz. Keyingi epizod 2010-yilgi Niderlandiya hamda Ispaniya o'rtasidagi finalda bo'lib o'tgan. Uchrashuvning 62-daqiqasida Robben Iker Casillas bilan birga bir vaziyatga chiqadi va Niderlandiyani oldinga olib chiqish uchun ajoyib imkoniyatga ega bo'ladi. O'yin teng kurashlar ostida o'tganini hisobga olsak, Niderlandiya aynan ushbu goldan keyin jahon chempioniga aylanishi mumkin ham edi. Lekin Iker Casillasning super seyvi Ispaniyani o'yinga bo'lgan umidlarini saqlab qolgan. O'yin natijasini yaxshi bilasiz. 116-daqiqada Andres Iniestaning urgan gol sabab Qizil Furiya jahon chempioniga aylanishadi. Keling endi tasavvur qilib ko'ramiz. Agar o'sha 62-daqiqadagi vaziyatda Robben gol urib, keyinchalik Gollandiya himoyani ushlab turganda nimalar bo'lar edi? Xo'sh, albatta Gollandiya jahon chempioniga aylanib, Ispaniyaning prime yillariga yakun yasardi va Wesley Sneijder 2010-yilga oltin to'pni qo'lga kiritishi mumkin edi. Iker Casillasning ta'kidlashicha ham ushbu seyv uning karyerasidagi eng sevimli seyvlardan biri. Albatta, o'z millatini jahon chempioni qilgan seyv qanday qilib eng muhim seyv bo'lmasligi mumkin. Robbenning bitta noto'g'ri zarbasi sabab bugungi kunda Andres Iniesta, Xavi, Busquets, Casillas, Ramos, Puyol, Fabregas, Xabi Alonso va David Villalar jahon chempionatini qo'lga kiritgan afsonalar sifatida qolishmoqda.
Va ro'yxatdagi so'nggi vaziyat yana jahon chempionati haqida. Aniqrog'i 2014-yilgi Braziliyadagi mundialda sodir bo'ladi. Bu finalda ham uchrashuv teng o'tadi. Ikkala terma jamoalar ham 10 tadan zarba berishgan. Uchrashuvning 21-daqiqada nemislarning qo'pol xatosi evaziga Gonzalo Higuain Manuel Neuer bilan birga-bir vaziyatga chiqib ketadi. Lekin Higuain Germaniyani bu xatosi uchun kechirgan. Ammo argentinaliklar va Messi muxlislari Higuainni hozirgacha kechira olishmagan. Germaniya yarim finalda Braziliyani 7-1 yutgandan keyin finalda ham ko'pchilik muxlislar yirik hisob qayd etilishini kutishgan. Argentinaning bu tarkibi rostdan ham kuchli emas edi, Messidan tashqari albatta. Lekin aytib o'tganimdek, o'yin nisbatan teng o'tadi va 113-daqiqadagi Mario Götzening gol sabab Germaniya chempion bo'ladi. Endi keling teskarisini o'ylab ko'ramiz. Agar Higuain gol kiritganda va Argentina chempion bo'lganda nimalar bo'lardi? Messi jahon chempioniga aylanib, barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi haqidagi savolni 2014-yilda yopardi va 2022-yilda ikkinchi marotaba jahon chempioni bo'lib, Argentinani 4 bor mundial chempioniga aylantirardi. Qolaversa, 2014-yilgi oltin to'pni ham aynan Leo Messi qo'liga kiritib, umumiy 9 ta yoki undan da ko'proq oltin to'plar sohibiga aylanishi mumkin edi. Kim biladi, balki o'sha mundialdagi g'alabadan ruhlanib, Argentina 2015 va 2016-yildagi Copa Amerikani ham qo'liga kiritishlari mumkin edi. Do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Futbol tarixini o'zgartirib yuborgan yana qanday gollarni, seivlarni va vaziyatlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling. Hafta jamoasida ko'rishguncha o'zingizni asrang.